Yer shari biz hayotlikni davomlashtirish uchun ehtiyojli bo'lgan go'zal makondir. Yer shari shakllangandan buyon Quyoshni cho'rdab va o'z o'qida aylanayotganiga 4 milliard 600 million yil bo'ldi. Bu vaqtda yer sharining aylanish kuchi zodi qayerdan kelgan? Buning uchun Quyosh sistemasining shakllanishini tushunib chiqishga to'g'ri keldi. Eng dastlabki Quyosh sistemasi faqat koinotdagi bir to'p tuman bo'lib, yaqin atrofdagi ma'lum odatdan tashqari yangi yulduz portlalganda paydo bo'lgan g'oyat zo'r energiya tumanliqdan o'tib, tortish kuchining ko'milishini keltirib chiqaradi. Ondan tumanliqning tadrijiy holda g'oyat zo'r bir yumaloq taxsi hosil qilishni ilgari surgan. Taxsidagi ko'p qism massa asosiy jihatdan markazga yig'ilgan bo'lib, ular uzluksiz turda sirtqi moddalarni o'ziga tortadi. Olamning tortish kuchining ta'sirida taxsi markazi tadrijiy holda zishtiqi yuqori sharsimon jismga aylanadi. Sharsimon jismning temperaturasi va ichki besimning uzluksiz o'lishiga ergishib, yadro yig'ilish reaksiyasi yuz berib, eng oxirida quyosh shakllangan. Qoldiq tumanliqlar davomli quyoshni aylanib harakat qildi. Tumanliqdagi zarrachalar o'zaro so'qilib, yanama ilgirlagan holda sayyora va hamrohlari qatorliq osmon jismlarini shakllantiradi. Yer shari ularning ichidagi bir sayyora. U shakllanish jarayonida ibtidoiy tumanliqning bo'lonliq harakat miqdoriga varislik qilgan bo'lib, o'z o'qida va orbitida aylanish vaqti 4 milliard 600 million yilga yetgan. Undaqda yer sharining bir yildagi 4 faslning o'zgarishi uning uzluksiz aylanishi bilan munosabatlikmi? Bizga ma'lumki, yer sharining Quyoshni cho'rdab aylanish orbitasi amaliyotda bir chambar bo'lmasdan, balki ellipsma orbita. Undaqda yer sharining Quyosh bilan bo'lgan aloqa temperaturining o'zgarishini keltirib chiqaramdi. Amaliyotda buning ta'siri nihoyatda kichik. Chunki yer shari Quyoshga eng yaqin vaqtdagi qabul qiladigan nur eng yiroq orliqdagidan faqat 6% oshadigan bo'lib, bu nima uchun Quyosh bilan yiroq bo'lgandimi yer sharidagi yozning o'xshash issiq bo'lganligining sababi. Undaqda yer sharining 4 faslining o'zgarishini keltirib chiqaradigan asosliq omil zodi nima? Oldi bilan Quyosh nurining tik tushish nuqtasi masalasi. Quyosh nuri yer shariga tushganda yer sharining har qaysi nuqtalarining qabul qiladigan energiyasi o'xshash bo'lmaydi. Bu hol yer sharining o'xshash bo'lmagan rayonlarning temperaturasining o'xshash bo'lmasligini keltirib chiqaradi. Buning ichida sovuq balbaq rayoni, yuqori temperaturlik issiq balbaq rayoni, shundoqla ko'p qism kishilar yashayotgan mo'tadil balbaq rayoni bor. Ya'ni Quyosh radiatsiyasini qancha ko'p qabul qilgan joyning temperaturasi shuncha yuqori bo'ldi. Yer sharining aylanish o'qining qisishi Quyosh nurining tik tushish nuqtasining o'zgarishini bevosita keltirib chiqaradi. Agar yer o'qi yer sharining Quyoshni cho'rdab aylanish orbiti tekshirligi bilan tik bo'lsa, u holda Quyosh nurining tik tushish nuqtasi izchil ekvatorda bo'ladi. Yer sharining Quyoshni cho'rdab aylanishi klimat o'zgarishini keltirib chiqarmaydi, balki temperatura faqat ekvatordan ikki qutb qarab tadrijiy tuvallaydi. Yer o'qining yonto'liq bo'lganining mavjud bo'lishi Quyosh nurining tik tushish nuqtasini janubiy va shimoliy tropik chiziqqa oraliqqa yo'tkab, aytiyazliq kun-tun tanglashish, yozliq kun-tun to'xtash, kuzlik kun-tun tanglashish, qishliq kun-tun to'xtashdan iborat 4 faslni shakllantiradi. Bundan boshqa atmosfera qavatining Quyosh nuri o'tkazish qiyinligi ham temperatura o'zgarishi bilan munosabatlik. Atmosfera qavati Quyosh nurini unumli tarqatalaydi. Quyosh nuri yer yuziga tushganda 100 kilometrlik atmosfera qavatidan o'tadi. Quyosh nuri 45 graduslik bo'lon hosil qilib, yer yuziga yontoq tushganda 141 kilometr yaqin atmosfera qavatidan o'tishga to'g'ri keldi. Shu sababdan kuchliklik darajasi zo'r darajada ojizlaydi. Shunga yer sharining Quyosh atrofida aylanishidan hosil bo'lgan 4 fasl o'zgarishi Quyosh bilan yer sharining orliqining yiroq yaqinligi bo'lmasdan, balki Quyosh nurining tushish bo'loni hamda kesib o'tadigan atmosfera qavatining qalinligi tarafidan belgilanadi. Bugungi mazmunlar musha yerda yaqlashdi. Yoqtirgan